Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Munosabat tok-shousining navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Oila jamiyatning bir bo'g'ini va ajralmas qismidir. U nafaqat jamiyatdagi fuqarolar, aholi soni ko'payishiga, balki aynan mamlakatning rivojlanishi, uning butun dunyodagi o'rnini qay darajada ekanligini belgilab beruvchi asosiy omil. Sababi aynan mana shu oilalarda yetishib chiqadigan farzandlar yurt kelajagi sanaladi. Demak, anglaganingizdek, bugungi mavzuyimiz oila va tarbiyaga bag'ishlanadi va an'anaga muvofiq bizda dastavval kun mavzusi bor. Uni birgalikda tomosha qilamiz, so'ng studiyaga qaytamiz. Marhamat. Qashqadaryodagi bog'chada bolaning ustidan qaynoq suv to'kilib ketdi. Farg'onada xususiy bog'chada bola ayovsiz kaltaklandi. Ohangaronda bog'cha opa tarbiyalanuvchi bolani urib so'kdi. Hali 3 yoshga to'lmagan go'daklar tarbiyachi tomonidan tepib, urib, siltalab tashlangan. Xonqa tumanida xususiy bog'chalarning birida bolalar kaltaklangani aks etgan video lavha tarqaldi. Shunday tarbiyachilar ham borki, ular kuzatuv kamerasi u yoqda tursin, o'zlari bolalarni kaltaklagan tasvirlarni tarqatishdan tap tortmaydi. Bugun negadir so'nggi vaqtlarda tez-tez ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday yo maktab yoki bo'lmasa maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachilar, o'qituvchilar tarafidan bolalarni kaltaklangan, haqorat qilingan yoki bo'lmasam umuman uning aksi bo'lgan bolalar tarafidan pedagoglarga qilinayotgan zug'umlar tasvirlangan videolarga ko'zimiz tez-tez tushyapti va o'z-o'zidan ba'zida shubha, ba'zida o'sha pedagogga nisbatan, tarbiyachiga nisbatan nafrat qalbimizda uyg'onyapti. Xo'sh, bunga nima sabab bo'lyapti? Jamiyatda mana shunday holatlarning ko'payishiga asosiy omil nima? Bu yerda fojia. Ayniqsa hozirgi bizning O'zbekistonimizdagi bo'layotgan juda buyuk ishlarni oldida ba'zi bir nojo'ya harakatlarni qilish aslida bu eskichasiga gunoh, hozirgi zamon tili bilan aytganda jinoyat. Chunki bolalarimiz bizning kelajagimiz. Albatta bular bilan bolacha gaplashish kerak, bolani tili bilan gaplashish kerak. Lekin men afsus bilan aytamanki, shu videolarni olayotgan insonlarning o'zi bag'ri toza emas. Meni kechirsin, o'zi bag'ri toza emas. Agar bag'ri toza bo'lib, mehr shafqat, vatanga sadoqat qalbida bo'lganda, bu videoni olib o'sha tarmoqlarda tarqatmagan bo'lardi. Balkim bu narsani albatta o'sha o'zini shu qaysi bog'chada shu sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha bog'chani rahbariyati bilan birgalikda, o'sha tumanning rahbariyati bilan birgalikda ko'rib chiqish kerak. Buni albatta, buni javobini berish kerak, jazosi qolish kerak emas. Chunki bolalarimiz bizning kelajagimiz. Ularni har qanaqa qilib bo'lsa ham ilmga, bilimga o'rgatish, kelajakda buyuk bo'lishi uchun, 3-renessansni qurish uchun shu bog'chadan tarbiyalashni boshlashimiz kerak. Yurtimizda ayollarni qanday e'tibor bilan ko'klarga ko'tarib, ularga imkoniyatlar yaratilyapti. Mana shunday sharoitda bu tarbiyachilarning qilgan ishi, men o'ylayman, hammasi bu bilimsizlik, aqlsizlik, ma'naviyatsizlikdan kelib chiqadi. O'zi aslida mana hozir aytib o'tyapsiz, shu ayollar bizda bugungi kunda ta'lim tizimida ham oilada ham jamiyatda ayollar birinchi o'rinda turadi. Oilada ona ko'proq o'sha farzand tarbiyasi, uni odob, axloqi va hattoki ta'limi bilan ham ko'proq ona mashg'ul bo'ladi. Jamiyatda esa aynan o'qituvchilar, tarbiyachilar bularning barchasi ayol kishilar. Nima uchun? Chunki ayol kishi qalbi bilan ish qiladi. Ya'ni u kezi kelganda o'sha jizzaki yoki bo'lmasam aytganini qilmayotgan bolaga mehr bilan onalarcha muomala qiladi. Lekin bunday videolarni ko'rgandan so'ng esa biz hattoki o'sha bog'chalarga farzandimizni ishonib topshirishga ham biroz qo'rqib qolamiz. Topshirishimiz kelmaydi, chunki mana ko'ryapsiz-ku, qanday holatda yosh go'dakni uryapti u ona. Uni qalbi qanday ekan, qanday yurakli inson ekan u. Shunga ko'rib turib hayron qolasan-da. Haqiqatda farzandlarimizni, hozirgi kunda nabiralarimizni berishga o'ylanib qoldik. Yuqorida Tohir aka o'tganlaridek, mana shu aynan shu masala bo'yicha yaqinda 3-mart kuni prezidentimizni PF 33 sonli qarorlari, farmonlari qabul qilindi. Bunda ayollar va bolalarning huquqlarini himoya qilishni takomillashtirish
va tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha qabul qilindi. Bu narsa o'zi har yili shu 10 kunliklar, oyliklar o'tkazib kelingan edi. Endi qonuniy hujjat bilan mustahkamlab qo'yildi. Endi bundan keyin mana shu farmon kuchga kirgandan keyin mana shunaqa holatlarni oldini oladi deb o'ylayman. Chunki insonni tabiati har xil. O'sha tarbiyachilarni ham qaniydi iloji bo'lsa, detektor lji degan narsa bor. O'shalardan o'tkazib ishga qabul qilinsa degan odam achinib ketasiz bunaqa fojiali holatlarni ko'rganim. Men aslida bunaqa internetda bunaqa narsalarni ko'ra olmayman. Qabul qila olmayman. Juda ham ta'sirli holatlar bular, fojiali. Shaxs tarbiyasida juda ham ehtiyotkorona bo'lishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz qarorlarini ta'kidlab o'tishdi. Demak, shaxs misol uchun bog'cha yoshidagi bolalarimizni 1 yoshdan 3 yoshgacha uncha qobiliyatlari hali aniqlanmaydi. Aniq bilib olishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Lekin 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lish davrida o'sha shakllana boshlaydi. Ana o'shanda bolani shaxs sifatida shakllanayotgan qobiliyatlarini pedagog shu bilan birgalikda ona ham ularni baravar tushunib, anglab, o'shanga mos yo'naltirishimiz kerak. Bog'cha yoshidagi bolalarimizni maktabga tayyor holatda yetkazib berishda, demak 7-10 yoshda ularning qiziqishlari bir muncha shakllanib bo'ladi. Qaysi yo'nalishga, aniq fanga, tabiiyga, san'atga va hokazo. Demak, tarbiya bilan ta'limni yonma-yon olib boramiz. Ikkita narsa, ya'ni demak, ta'lim va eng yaxshi berilgan ta'lim, kuchli ta'lim va to'g'ri tarbiya bu kelajakdagi yoshlarimizning kamoloti va jamiyatimizning taraqqiyoti uchun ikkita mustahkam poydevori uchun barchamiz pedagoglar, psixologlar hammamiz bir tekis mas'ulmiz. Bugungi kunda bolalarni to'liq maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish, ularni savodli qilib, tarbiyali qilib yetkazish, kelajakka tayyorlash va o'z-o'zidan bu nafaqat davlat ta'lim muassasalari, balki xususiy sektorlarga, ya'ni tadbirkorlarga ham qaysidir ma'noda imtiyozlar, mas'uliyat tushmoqda. Lekin bunda aynan to'g'ri tarbiyachi, to'g'ri pedagogni tanlash yoki bo'lmasam yana masalaning ikkinchi tarafi borki, oilada o'sha agressiv bolalar birinchi navbatda oiladan agressiv bo'lib, uni bog'chada yoki maktabda o'zini tengqurlar yoki masalan aynan o'sha muhitda namoyon qilishadi va bu o'z-o'zidan atrofdagi bolalarga yoki bo'lmasam o'sha tarbiyachi deylik, pedagog deylik, unga ham ta'sir qiladi. Xo'sh, lekin mana shu paytda asosiy omil yana aylanib oila va oiladagi muhitga borib taqaladi. Ya'ni bundan ko'rishimiz mumkinki, jamiyatni o'sha oila ajralmas bo'g'ini bo'lishi bilan bir qatorda, balki jamiyatdagi o'sha muhitni, kayfiyatni shakllantiruvchi omil ham oila ekan, to'g'rimi? Demak, bu yerda biz bugun to'g'ri yoshlarni tarbiyalashimiz yoki oilani mustahkamligi, ajrimlar sonini, o'sha agressiyani kamaytirish uchun birinchi navbatda oilalarning mustahkamligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Xo'sh, bu borada mahallalarda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Marhamat. Mahallalarda oilalarni o'rganishi bor. Mahalla yettiligi bilan, ijtimoiy xodim bilan, xotin-qizlar faoli, nuroniylar, bujonlar, oqil ayollar oilalarni o'rganamiz. Ayniqsa shu notinch oilalar, ajrim yoqasida turgan yoki kelishmovchilikka borayotgan oilalar bilan ishlaganda bularni munosabatlarida umum insoniy g'oyalarni hukmron bo'lishiga qarash kerak. U yosh katta odam bilan bo'ladimi, yosh bola bilan bo'ladimi, bog'cha yoshidagi, hali bog'chaga ham bormagan bolami, ular hammasini bilib turadi. Gapirmasangiz ham ko'zingizdan sezib turadi. Oilada mana shuni boshlashimiz kerak. Birinchi, ota-onani ko'zida mehr, gaplarida mehr bo'lishi kerak va olib borayotgan bog'chasiga qutulib, o'sha kuni boladan qutulib qolish uchun emas, bolasi o'sha yerda uyg'onib, ulg'ayib kelishi uchun berish kerak. Shuning uchun oilalarning juda ham mas'uliyati katta bo'ladi. Shu o'rinda bitta statistikaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Bugungi kunda aynan sud tizimida 26 mingdan ortiq sud ishlari aynan oilaviy nizolar va muammolarga
borib taqalyapti ekan. Asosan mana shunday ishlar 26 mingdan ortiq ishlar bor sud tizimida. Bu nimadan dalolat? Bugun oila instituti qayerga qarab ketyapmiz? Yoki aynan mana shunday muammolarning ko'payishiga, agressiyaning ko'payishiga nima ko'proq sababchi bo'lyapti? Ko'proq bu narsaga ijtimoiy tarmoqlar ham sabab bo'ladi deb ayta olamiz. Sababi ko'p ota-onalarimizni farzandlarimiz bilan muloqoti masofada qolib ketishi bunga katta sabab bo'ladi. Negaki oilalarga qaraydigan bo'lsak, yosh yaqinda turmush qurgan oilalar, asosan kelin va kuyov ijtimoiy tarmoqlar bilan ovora. Televizordagi, misol uchun, ko'rsatuvlardan keyingi o'sha seriallar deymizmi, seriallarimizning namoyishi va ungacha eng zo'r ko'rsatuvni, eng zo'r pallasini kutib poylaydigan muxlislar, teletomoshabinlar kutib turgan joyda televideniyamizni orasida, ya'ni dastur orasida reklamalarning joylashishi va bir shu narsani taklif bergan bo'lardimki, tarbiyaviy ahamiyatga, mana hozir ekspertlarimiz aytishdi, oiladagi muhit, psixologik muhit qanday yondashish kerak, hammasini ketma-ketlikda, mana shu 1 daqiqa ketadimi, 2 daqiqalik video relis bo'ladimi, o'sha ijtimoiy tarmoqda emas, uni ko'p baribir jarayon kuzatuvchisi oynajahonda bo'ladi. O'shani hisobiga shuni joriy qilsa yaxshi bo'lardiki, tarbiya ahamiyatga qaratilgan kontentlar ko'proq televizorlarda tomoshabinlarga uzatilinsa, ya'ni o'sha zizi chayna, bir narsa ol, anaqa chupa-chups olib ber degandek yosh bolani chalg'ituvchi har xil omillarga emas, o'sha boya yuqorida aytilgandek mehr-oqibatga yo'naltirilsa va o'sha yosh kelin kuyovlarimizga ham yoki yosh oila, yosh chaqalog'i bor oilalarga ham shu farzand tarbiyasidagi alohida bir qisqa tarbiyaviy roliklar ishlab chiqilsa va bu narsa ommaviy jamiyatimizga singdirilsa, o'ylaymanki o'sha mahalla yettiligiga ham ancha oson bo'ladi. Ta'lim muassasalarida ishlaydigan pedagoglarga ham juda ham oson bo'ladi va hozir mana hozir videoda ham ko'rdik, ayanchli holat, ustozimiz aytdilar, fojia dedilar. To'g'risi, erkak kishi bo'lsak ham yuragim ko'tarmaydi bunaqa jarayonni. Ya'ni hozir davlat bog'chalaridan qochib ota-onalar xususiy bog'chalarga bolasini beradi. Oxir-oqibat xususiy bog'chalar davlat bog'chasidan ham battar holatga uchrab qolgan holatlarni mana kuzatdik. Ya'ni davlat bog'chasida har tugul davlat tashkilotini, davlat organlarini o'zini kuchli nazorati bor. Xususiylarda hozir hamma shu faqat 5 mahal ovqatini bersagina, til, kurs, xuddi shunaqa, mana ekspert ustozimiz ham aytib o'tdilar. Bolani bersam qutulsam. Yo'q, o'sha har bitta bola u tili endi chiqishi, so'zlashishi rivojlanayotgan payti bo'ladimi yoki o'sha 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh va hokazo bola bilan o'sha bog'chasiga borib kelgandan keyin 5 daqiqa, ko'p emas, 5 daqiqa bugun nima o'rganding? Bog'cha pensiyanga nima o'rgatdi degan muloqot qilinsa bola bilan, biz o'ylaymizki, oilada ham o'sha ko'pchilik holatlarda ayollarimiz uy bekasi bo'lib qolishadi, ro'zg'or yumushidan ortmaydi va qarabsizki, bolani shunchaki nima deydi, bir o'yinchoq berib ovutib qo'yadigan holatlari bo'ladi. Afsuski, bu ham borib o'sha bolani rivojlanadigan paytiga kelib, ya'ni o'shani bog'chaga bergan paytimizda yokida hozir juda ham bir virus desak ham bo'ladi, yig'layotgan bolaga mobil telefon berib qo'yamiz. Masha Medvedni ko'rsatib qo'yadi. Ekspertlar o'sha psixologik bu joylarini hammasini psixologlarimiz o'rganib chiqishganda, uni o'sha psixikasiga, ya'ni rivojlanayotgan yoshlarning psixikasiga juda ham salbiy ta'siri borligini isbotlashdi. Aynan shunaqa toifadagi multfilmlarni. Biz bolalarimizga uni berib qo'yamiz, hali tili chiqmasidan, hali harakatlar rivojlanmasidan va uni ko'rib bola katta bo'ladi va agressivniy bo'lib, umuman o'sha psixologik jihatdan juda ham nuqsonli bo'lib bola rivojlanib va bog'chaga borgandan keyin baribir endi ikkinchi tomonini ham olib qarashimiz kerak. Pedagog u temirdan emas.
uni ham farzandlari, oilasi bor, uni ham asablari, hamma narsani chegarasi bo'lgandek va quyish qonidan chiqarish holatlarigacha borib qoladi va ko'p holatlarda mana bunaqa ayanchli holatlarga olib kelishiga sabab bo'ladi. Bu baribir o'zini oqlamaydi va shu yerda yana bir sizni fikringizdan kelib chiqib savol bermoqchiman. Mana aytib o'tyapsiz, milliy tarbiyaviy kontentlar haqida, to'g'rimi? Xo'sh, bugungi kunda mamlakatimizda umuman olganda butun dunyoda bolalarni rivojlantirish uchun mo'ljallangan turli xil milliy, o'sha tarbiyaviy yoki bo'lmasam aqliy rivojlanishga mos bo'lgan kontentlar ko'p. Lekin uni to'g'ri tanlay bilish va bolani qo'liga sizayotganingizdek jim qilish uchun shu telefon, planshet yoki bo'lmasam oynai jahon orqali shu televizorni yoqib qo'yib, unga kontent tanlab berishni kim birinchi amalga oshiradi? Ona bilish kerak. Ota-ona bilish kerak bu narsalar haqida. Bolaga nima yaxshi, nima yomon, nima foydali, mani bolamga foydasi bo'ladimi, tegadimi, yo'qmi deb. Shunchaki vaqt o'tkazish emas, demoqchiman. Demak, bu yerda birinchi navbatda ota-onani o'zini axborot iste'mol madaniyati bo'lishi kerak. Undan oqilona foydalana olish kerak. Ya'ni bu kontent foydalimi yoki foydasizmi? Ya'ni bu kontent necha minutdan ishtirok etib davom etyapti. Misol uchun, hozirgi videolarni ko'ramiz, 1 yoki 2 minutda tez-tez ko'riladi. Bu orqali bolada demak psixologik kasalliklar paydo bo'ladi. Ya'ni sabrsizlik keltirib chiqaradi. Ya'ni ko'rayotgan telefonida qoniqmaslik, ya'ni tezroq o'tkazib yuborishi va keyingi kontentni ko'rishga bolaning ishtiyoqi ortishi va buni oqibatida hozirgi kunda ko'proq autizm kasalliklari juda ham rivojlanib ketyapti. Endi shu holatda tarbiyalangan bola, endi digital bola desak, masalan, tasavvur qiling, endi undan kitob o'qishi qanaqa qilib biza talab qilamiz? Ha, 500, 300 varaqdan iborat bo'lgan kitoblarni o'qi bolam deganimiz bilan o'qirmikin? Va ota-ona namuna bo'lishi kerak. Ota-ona, ya'ni bir kunini, misol uchun, mayli bolaga telefon cheklash emas, ayni vaqt berish kerak. Ya'ni ota-ona o'zi uydagi agar kitob ochib o'qisa, bola o'shanga harakat qiladi. Agar ona kuni bilan telefonda o'tiradigan bo'lsa, bola kimdan namuna oladi? Ota-onadan namuna oladi albatta. Va albatta mana shu yerda hozir bizda bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishi va kelajakda muvaffaqiyatga erishishi bilan bog'liq bo'lgan video lavhamiz bor. Uni birgalikda tomosha qilamiz, so'ng yana studiyaga qaytamiz. Marhamat. Mani ismim Ruxshona Sobirova. Pensilvaniya universitetiga dunyo bo'yicha top 10 taga kiradigan $370 ming bo'lgan to'liq grant yutib oldim. Oilada 3 ta farzandmiz. Men ikkinchisiman. Mendan katta opam bor va bitta ukam bor. O'zi o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. Oddiy davlat maktabida o'qiganman. 8-sinfdan ingliz tilini mukammal ravishda o'rganishni boshlaganman. Harakatimga qarab, ota-onam hech qachon bizani masalan discourage masalan nima qilmaganlarda, masalan yo bo'lmaydi, yo harakat qilsang hamma narsa bo'ladi deyishgan. Universitetga kirganingcha qanchalik o'qishingga investitsiya yoki yordam, repetitorlarmi, tutor, mentorlar kerak bo'lsa, hammasiga yordam bera olamiz, lekin grantga kirishing kerak, chunki kontraktga kirsang, biz o'qita olmaymiz deyishganda. Ko'p harakat qilganman, lekin odamlar harakat qilsa erishmaydimi, unga loyiq narsa berilmaydimi deb ko'p shunaqa stress holatlariga tushib qolish ham bo'lgan. Birinchi yil kirolmaganman, ikkinchi yil yana tayyorlanib topshirganman, ikkinchi yil o'xshamagan. Ayamlar, dadamlar birinchi yil o'xshamasa, ikkinchi yil o'xshaydi. Hech bo'lmasa 1 yil keyin bo'lsa ham ketasan, biz senga ishonamiz. Yana bir marta urinib ko'rgin, masalan, bu safar masalan mentor bilan urinib ko'ramiz. Bu safar sal o'zgacharoq qilamiz, boshqacharoq yondashamiz. Masalan, sen ishtiyoqingni ko'rib, men qanaqadir baribir sezaman qizim, ko'nglim qanaqadir onalikmi, otalikmi qalbi deyishadi ota-onam. Sezadi va bir kira olasan, seni ishtiyoqingni, sen nimangni ko'rib, faqat boshqacharoq yondashishing kerak deyishgan. Qizlarda masalan shunaqa stereotip bor-ku, o'g'il bolaga ko'proq investitsiya qilish kerak, chunki u kelajakda oilasini boqadi, ota-onasi bilan qoladi. Qiz bola birov xasmi, chunki qiz bola ketadi. Menda ham o'zimda ham shu narsa yenganman-da. Yo'q, masalan, men faqatgina qiz bola bo'lganim uchungina fikrlashim yo nimadir, qanaqadir qobiliyatim o'g'il bolalarnikidan kam emas degan narsa yoshligimdan bo'lgan.
albatta mana shunday muvaffaqiyatli yoshlarni ko'rganimizda qanday oilada tarbiya topgan ekan, yoshligidan ota onasi unga nimaga ko'proq e'tibor berishgan ekan, nima yeb ichgan ekan deymiz, to'g'rimi? Mana oilada ekspertlarimizdan birlarining ham farzandlari aynan mana shunday xorij grantlarini yutib hozirgi kunda Koreyada adashmasam tahsil oladilar, to'g'rimi? Xo'p, mana shu farzandingizni yoshligidan mana shunday muvaffaqiyatga erishishi uchun boshqa bolalardan qandaydir o'ziga xos qobiliyati bormidi yoki uni siz keyinchalik o'zingiz yo'nalish berib, ya'ni ota-ona sifatida e'tibor berib, kurslarga qatnatib, ta'limiga alohida e'tibor berganingizdan so'nggina paydo bo'ldimi? Yo'q, avvalambor boshlang'ich sinfga chiqmasdan ham oldin men eslayman, 3 yoshli bolaga adasi har kun ertalab oshxonamizda, eski uyimizni oshxonasida xarita bo'lardi, dunyo xaritasi. Har kun ertalab 4 ta davlat o'rganamiz o'g'lim deb. 4 ta davlatni joyi, ya'ni lokatsiyasi, millati, qancha aholisi bor, qanaqa o'rni, o'shalarni o'rgatardilar-da. Hozir ham mag'rurlanib, g'ururlanib aytaman, geografiyadan hatto ChatGPT topolmaydigan narsalarni hatto qarindoshlarimiz telefon qilib so'raydigan holatlar bo'lgan. Men juda xursandman. Maktabga chiqquncha harakat qilganmiz. O'qi, bolajonim o'qi, to'g'ri. Endi bo'lishi mumkin oilalarda birinchi bolaga ko'proq bosim beramiz, chunki biza erisha olmagan muvaffaqiyatni bolalarimizni ko'rishni xohlaymiz. Bu hamma oilada, hamma ota-onaga albatta xos xarakter bu. Xuddi shunaqa holatda biz balki bolaga bosim berib qo'ygandirmiz, lekin natijasidan xursandman juda ham. Boshlang'ich sinf o'qidi, keyin 7-sinfdan mana shu Mirzo Ulug'bek maktabiga yo'naltirdik. Atrofida salohiyatli, iqtidorli bolalarni atrofida bo'lishi bu bitta katta plyus. Keyin ukasi ham kirdi. Xullas, ikkita o'g'lim Mirzo Ulug'bek maktabini bitiruvchisi va men hozir o'sha yerda faoliyat yuritaman, juda xursandman. Ko'raman, bolalarni rostdan ham atrofdagi muhit ko'p narsani belgilaydi. Masalan, oddiy masalan qanaqa desam, mana bosim dedingiz-ku, keling shu yerda farzandingiz hech yo'q bo'ldi, kerak emas, charchadim, o'qimayman, xohlamayman, to'xtataman degan xarxasha qilganmi? Yo'q, unaqa demagan, faqat baribir charchaganini sezganmiz. Bolajonim, sen kelajaging uchun yaxshi. Keyin mana shuni ham o'qib, men buni ham o'qib deb avvalambor ingliz tilidan o'zim tayyorlaganman, matematikadan o'sha ustozlarga berganmiz. Juda ham xursandman, mamnunman, lekin bolam hech bosh tortmagan. Hozir ham ko'raman, harakatlari juda yaxshi. Hatto o'sha Inha universitetida hozir student council bo'ldi, yaqinda saylovlarda g'olib chiqdi. Xursandman juda. Mana bugungi kunda mana har xil atrofimizda juda ham ko'p. Avvallari o'sha ota-ona kattalar qil, o'qi, bor desa ko'proq hayot yo'lini kattalar belgilab bergan deylik, to'g'rimi? Bugungi kunda mana atrofimizda shunchalik ko'p informatsiya ko'pki, ba'zan psixologlarni tavsiyalarini eshitib qolamiz. Bolaga quloq soling, unga ko'p bosim o'tkazmang, uni xohishini tanlashiga qo'yib bering. Biror bir yo'l, masalan, o'zimiz xohlab tilga berdikmi, bola charchasa mayli, uni boshqa yana yo'lga solib ko'ring, to'g'rimi? Bu qanchalik to'g'ri? Ota-ona mana shu bolani hayotda yo'lini topib ketishda qattiqqo'llik qilish kerakmi? Ya'ni bu yerda shunday aytib o'tmoqchimanki, bolani birinchi navbatda ota-ona, o'qituvchi hamkorligida qobiliyatini anglash kerak. Ya'ni men tajribamda aytamanki, men o'zimning farzandimda matematikaga qobiliyati yo'q, lekin men rivojlantirish uchun 6 oy kursga berdim. Vaholanki birgalikda 6 oy o'qidik o'g'lim bilan. Lekin men natijani o'zim xohlagandek ko'rmadim, lekin bilamanki, uni qobiliyati ingliz tili, koreys tiliga qobiliyati bor. Hattoki 4-sinf o'quvchisi koreys tilini YouTube'lar orqali sanashni, ranglarni va o'qishni ham o'rganib oldi. Va men shu qarorga keldimki, ya'ni bolani qobiliyati tilga, ya'ni ingliz tiliga berdim. O'zini, ya'ni tilga berilganda ham bolani mos kurslarga, ya'ni 4-sinf bolani 5 yoki 8-sinf bola bilan birga qo'shib berish emas, ya'ni o'zini yoshiga mos berilsa, bolada natija, ya'ni uni unchalik nazorat qilish emas. Bolada qiziqish juda ham kuchli bo'lsa, o'zi xohlab o'qiydi. To'g'ri, orada aytish mumkin, charchavyapman, lekin o'sha berilayotgan vazifalar bolaning yoshiga mos beriladi. Bu juda ham yaxshi natija beradi.
hozirgi kunda mana yurtimizda ixtisoslashtirilgan ta'lim agentligi tizimida bir qancha ixtisoslashgan maktablarimiz bor. Hozirgi ota-onalarimiz ham ancha saviyasi jihatdan juda ham o'sdi desak adashmayman. Chunki bolani shu kichkina yoshidanoq o'zini qiziqishlari, mayliklari qarab, ularni shu 5-sinfda, agar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga 5-sinfdan aniq sinflarga, 7-sinfdan esa tabiiy sinflarga qabul qilinadi. Ota-ona ana o'sha uchun har yili bolasini 1-sinfga maktabga berishdan ham oldin o'sha ta'limda ishlaganim sababli ota-onalar hozirdanoq kelyapti. Qabul jarayonlari tez orada boshlanadi. Hozirdan meni farzandim 1-sinfda qanday yo'nalish va qanday tarbiyani olib borishim kerak degan suhbatlarimiz olgani ham keladi. Bolalarimizni 5-sinfga qadar juda ham yaxshi matematikadan, ingliz tiliga bo'lgan qobiliyatlarini, til bo'yichami, san'at bo'yichami har bittasini o'z farzandi bilan juda ham yaxshi ishlab, ularni vaqtida anglayotgan ota-onalarimiz juda ham ko'p. Maktab bilan birgalikda hamkorligi degan joyga qo'shimcha qilmoqchiman. Hozirgi kunda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarimizdagi ota-onalarimiz ham aynan o'sha taraflama. Chunki aynan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridagi maktablarda darslar bir muncha qiyinchilik darajasi jihatdan, mukammal darajasida farq qiladi umumta'lim maktablaridan. Ana o'shanda bolalarimiz bilan yonma-yon turadigan bu ota-ona. Biz pedagoglarimiz bilan ota-onalar bilan doimiy muloqotda bo'lamiz. Chunki ular bilan dars jarayonidan qoldan toyishlari, boya yuqorida ta'kidlab o'tgan charchash jarayonida ham ma'naviy, ham rag'bat bo'yicha dadil turib berishlari, kerak bo'lsa, kerakli joylarda pedagog xodimlar bilan muntazam ravishda muloqotini ayamasdan bugungi kunda bir qancha yutuqlarga erishgan maktablarimiz juda ham ko'p. Mana hozir ayni damda studiyamizda 2 avlod deylik. Mana hozirgi ota-onalar sizlar bo'lsangiz, bobo-buvilar, ya'ni ayni damda hozirgi yashayotgan yosh avlodni yetishtirayotgan ota-onalarni tarbiyalagan avlod mana qarshimizda. O'zi aslida mana shu ko'rsatuvni o'zi chiroyli tayyorlanibdi, chunki albatta hamma bilish kerak. Hozir mana bu yerda juda ham ko'p gaplar bo'ldi. Vatan albatta ostonadan boshlanadi. Bu albatta xonadonimizning ostonasi. Hozirgi sharoitda bilasizmi, bolalarimiz o'ynab, kulib, erkin bo'lib o'sishiga hamma sharoit yaratildi. Hozirgi paytda bolalarimizni kelajagi buyuk bo'lishi uchun, mana hozirgi qizimizga o'xshagan grantlarni yutib dunyoga taralish uchun hamma imkoniyat bor. Endi albatta oilada ota-onani juda roli katta. Ayniqsa buvisi, buvasi bo'lsa. Aynan biz ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda ham mavzu yoki bo'lmasam shu onlayn savollar yig'amiz va ba'zi sizni tengdoshlaringizdan shunday savollar tushdiki, bugungi kunda yoshlarni o'sha ta'limga, muvaffaqiyatga erishishga, hayotda o'zini yo'lini topishga, ko'proq bilim olishga urg'u berilyapti hozirgi ota-onalar tarafidan. Lekin uni tarbiyasiga kelganda birozgina shu 4 tilni bilar, o'sha matematika yoki bo'lmasa fan olimpiadalaridan zo'rdir-u, tarbiya, oddiygina salom berish, o'zini tutish, kattani hurmat qilish degan birozgina shu qadriyatlarimizni unutib qo'yishyapti degan fikrlar bor. Bu qanchalik to'g'ri? Mana men hozirgi suhbatlardan juda chiroyli xulosaga kelib o'tiribman. Xalqimizda juda chiroyli xalq og'zaki ijodi bor. Salom berish, topishmoqlar aytish, bir-biriga iltifot ko'rsatish so'zlarimiz bor. Shulardan boshlash kerak. Tilimiz boy. Chet tillarni o'rgansin bolalarimiz, lekin ona tilisini yaxshi bilsin. Buni oiladan boshlash kerak va o'z ona tilisining yonida chet tillarni ham parallel olib borib o'rgatsa juda yaxshi bo'ladi. Keyin yosh kattalarga munosabat, do'stlariga g'amxo'r bo'lish, ularni qo'llab-quvvatlashni o'rgatish albatta oiladan boshlanadi. Aynan odamiylik fazilatlari oiladan boshlanadi, insoniylik fazilatlari, to'g'rimi? Fazilatlari albatta oiladan boshlanadi. Ota-onaga, ayniqsa onaga shunday vazifa bor. Meni onam, buvlarimdan eshitganman-da, qulog'imga tushgan shu katta yoshdagi insonlardan. Bola loy, ona kulol. Demak, ham jismoniy jihatdan kulol bo'lsa, ma'naviy jihatdan ham ustoz bo'lish kerak. Birinchi navbatda oilada men hozirgi kunda 7 ta nabiram bor. Nabiralarimga tartib intizomni o'rgatishga harakat qilaman. Ertalabda turishadi, yo'nib chiqishadi, salom berib biz bilan ko'rishadi. Albatta joyingni tartibga keltirasan. Va vaqtida nonushta, hamma o'tirib nonushta qilganda nonushta qilish kerak. Ovqatlanish madaniyati bor.
qanday o'tirish kerak, qanday turish kerak, qachon hozirgi kunda o'zlarini hattoki duo qilishga o'rgatyapmiz. Biz buvilar shuni o'rgatishimiz kerak. Chunki ana shunda qaysi tilni bilishidan qat'iy nazar, qanday oliygohlarga kirib erishgan yutuqlaridan qat'iy nazar milliy qadriyatlarimizni bilish kerak. Shuning uchun hozir mana yuqorida ta'kidlab o'tildi, oila, maktab, mahalla, agar bu ozgina hozir prezidentimiz tomonidan an'anaga kirib kelyapti. Bunga kutubxonani qo'shishimiz kerak. Biz hozirgi kunda mana biz Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi Chilonzor tumanida joylashgan. Mana shu yerda o'tirgan mana nuroniylar bilan, mahallada ishlayotgan oqil ayollarimiz bilan biz hamkorlikda ishlaymiz. Bizni o'tkazadigan tadbirlarimizga faqatgina nabira kelmaydi, buvi keladi, kerak bo'lsa kelin keladi, qo'ni qo'shnisi bilan, hammasi bilan keladi. Oyning har nimasida 17-sanasida kitobxon onalar kunini o'tkazamiz. Unda biz mavzularga alohida e'tibor beramiz. Chunki kelayotgan farzandlarimiz milliy madaniyatimizni o'rganishi kerak. Nafaqat badiiy adabiyotdagi narsalar, hattoki o'zlari o'qib kelib, ana shu o'qigan kitoblarini aytib berish qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor beramiz. Yoki bo'lmasa undagi ko'tarilgan mavzu nimadan iborat? Bu sizga nima berdi? Ijobiy qahramonlar kim, salbiy qahramonlar kim? Ularning bir-biridan farqi yoki bo'lmasa siz mana shu asardan nima oldingiz kabi savol-javoblar bilan biz mana shu milliy qadriyatlarimizni ularga singdirishga harakat qilamiz. Albatta bu bitta faqat ota-ona yoki maktabning ishi emas, seniki meniki demasligimiz kerak, hamkorlikda ish boshlashimiz kerak. Bitta ota-ona farzandini donishmandga olib boribdi. Mana farzandimiz 3 yoshga to'ldi. Tarbiyani, ta'limni necha yosh, qachondan boshlashimiz kerak desa, aytgan ekansiz, 4 yil kech qolibsiz. Bu degani bolaga tarbiyani ona qornidan boshlashimiz kerak. Mana pedagogsiz, to'g'rimi? Farzand har doim bolalar umuman olganda 5 qo'l barobar emas. Bolani qanday qilib motivatsiyasini o'ldirib qo'ymaslik kerak? Bolani qo'llab-quvvatlash kerak. Avvalambor unga vaqt berish kerak. O'sha bir ma'lum bir vaqti bo'ladi. Masalan, 3 yoshgacha uning qiziqishlarini aniqlash kerak. Keyingisi yo'nalish berish kerak. Qaysi mashg'ulotni yaxshi u bajaryapti, sevib, kitob o'qishmi, rasm chizishmi, qo'shiq kuylashmi yoki matematikami. Ana undan keyin yo'naltirishi ko'proq qismini qilish kerak demoqchiman. Atrofdagilariga nisbatan kibr paydo bo'ladi. Bu tabiiy holat deb qabul qila olmayman. Men avvalambor bolam deyman. Sen odam bo'lgin deyman. Sen mana bu 2 yilga ketadigan sertifikatingni olgan bo'lishing mumkin. Juda ham yaxshi. Sani qiziqishlaringni, sani anaqayni, nima deydi, bilim olish darajang juda ham zo'r, faqat atrofdagilarga nisbatan fikring o'zgarib qolishi kerak emas deyman. Yana har xil bolalar bor. Ustoz, men chet elga ketaman. Chunki O'zbekistonda mamnaqa bo'lishi mumkin. Men shunaqa, yo'q bolam deyman. Sani davlat nimaga o'qityapti? Ana shu kamchiliklarni vaqti kelib sen tuzatasan. O'zimni bolalarimga ham aytaman, o'quvchilarimga ham xuddi shu narsani singdirib borishga harakat qilaman. Endi bu bizning vazifamiz. Va albatta mana shu yerda davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatni o'sha zanjir, ya'ni butun tizimda ish olib borilayotganini bir guvohi bo'lishimiz mumkin. Ya'ni yuqorida aytib o'tgan fikrimiz, hozirgi yoshlarimiz o'sha muvaffaqiyati, ularni erishgan yutuqlari o'sha hozirgi ota-onalar u darajagacha yetib bora olmagan, to'g'rimi? Imkoniyat darajasidan deylik, u har xil sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu degani hattoki ba'zi farzandlar, bolalar borki, o'sha ota-onasiga nisbatan men shunday zo'r ish qilib qo'yibman-ku, sizni o'zingizda yo'q-ku degan mensimaslik holatlari bor. Xo'p, bunday mana shu odamiylik, vatanparvarlik ruhini bolalarda shakllantirish, tarbiyasi komil inson qilib yetishtirish uchun bevosita o'sha mahallalarda oqila ayollar harakati, ya'ni yoshi katta avlodlarni yosh ota-onalarga qanday qilib bolalarga o'sha vatanparvarlik, insoniylik ruhiyatini singdirish, o'rgatish uchun harakat tashkil qilingan, to'g'rimi? Xo'p, bugungi kunda o'sha oqila ayollar harakati umuman olganda jamiyatda, mahallada qanday vazifalarni bajaryapti? Mana shu haqida biroz bilsak. Vazirlar Mahkamasini 8-avgust 2022-yilda 437-sonli qarori qabul qilingan va respublikamizning barcha viloyat, tuman, shaharlarida oqila ayollar harakati yo'lga qo'yilgan. Oqila ayollar harakatini o'sha
a'zolarini asosiy vazifalarini mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Birinchi vazifamiz shu milliy qadriyatlarimizni, ajdodlardan kelayotgan milliy qadriyatlarimizni avlodlarimizga yetkazish biz yosh kattalarning vazifamiz. Bizni safimizda shu oqil ayollar asosan nafaqaga chiqqan, turli sohalarda ishlagan, o'zini hayotiy va ish tajribasiga ega bo'lgan hamda mahallada o'zini tarbiyaviy ta'sirini o'tkaza oladigan ayollardan tashkil topgan. Bizni shu qadriyatlarimizni, bundan tashqari vatan o'sha ichki jumladan milliy qadriyatlarimizdan vatanparvarlikni, kitobsevarlikni, ya'ni insoniy fazilatlarni, odob axloq, yuksak ma'naviyat kabi juda ko'p fazilatlarimizni biz yoshlarimiz ongiga singdirib boramiz targ'ibotlarimiz bilan. Ya'ni biz oilalarga kiramiz, mahallalarda bo'lamiz, oilalarda o'sha farzand tarbiyasini o'zi tortib keta olmaydigan yosh oilalarda ayollar bilan ko'proq suhbatlar olib boramiz. O'zimizni taklif, tavsiya, maslahatlarimiz bilan qatnashamiz. Bundan tashqari ta'lim muassasalarida ham o'sha o'zimizni qizlarimizga ko'pincha biz o'sha o'zimizni targ'ibotlarimizni olib boramiz. Chunki o'sha oila muqaddasligini, boshqa insoniy fazilatlarni, masalan, xushmuomalalik, keyin o'sha mehr oqibat, shunaqa yaxshi fazilatlarni biz qaytib ularga ta'kidlab gapirsak, ularni bir marta kirmasa ikkinchi marta ularni ongiga o'sha singadi. Endi tarbiyada jahl qilmasdan, bolani erkalab turib, yaxshi tabassum bilan o'rgatsangiz, bola tezroq qabul qiladi. To'g'ri gapni ham urishib aytsangiz, bola qabul qilishi qiyin bo'ladi. Bizning milliy qadriyatlarda bolalarni yig'ib ertaylik aytib berish bor. Bolalarni yig'ib asfalt ustida rasm chizdirishlar bor, sport musobaqalari bor. Mana yaqinda davom etyapti haligacha. Sumalay, Navro'z bayramlarimiz bor mahallada. O'sha 2-3 ta ko'cha bir bo'lib shu tadbirlarni uyushtirishyapti. Mana shunda bolalarni biz tarbiyalashga o'rgatamiz. Bularni bir-biriga mehr oqibat ko'rsatish, milliy qadriyatlarimizni bilish, hurmat ko'rsatish, tejamkorlikni o'rgatish, ota-onaga, katta yoshlilarga hurmat, kattalarning qo'lidan narsasini olish kabi narsalarni biz o'rgatib boramiz va bu bilan faxrlanamiz. Chunki kelajakka ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shyapmiz. Mana aynan may oyini boshida biz may oyini boshlanishda turibmiz. 1-maydan 30-maygacha mamlakatimizda mustahkam oila ma'rifatli jamiyat oyligi e'lon qilinadi, to'g'rimi? Aynan mana shu oylik doirasida mahallalarda oila institutlari, xotin-qizlar, nuroniylar jamg'armasi barchasi birgalikda turli xil tadbirlar, aynan mana shunday yoshlar va yosh katta insonlar bilan birgalikda mahorat maktablari o'tiladi. Va yana bir narsa, bizda o'sha jamiyatimizda ibratli oila ko'krak nishoni, o'sha belgisi mamlakatimizdagi aynan ibratli oilalarga taqdim etiladi va bugungi kungacha aynan 2026-yilning o'zida 2000 ta oila hozirda mana shu nishon bilan taqdirlanishi arafasida ekan. Xo'sh, mana shu ibratli oila degan namuna, to'g'rimi? Qanday oilalarga beriladi va u yerda qandaydir kategoriyalar asosida belgilanadimi? Shular haqida. Bilasizmi, bu yerda ibratli oila bo'lishga munosib bo'lish uchun ham harakat qilish kerak. Eng asosiysi o'sha oilani birdamligi. Yosh oila, yoshligidan, demak bu siz aytayotgan shunaqangi bir belgi deyiladimi, shunaqangi bir nima berilishini sababi ham demak o'sha oilani tinchligi, rivojlanishi, oiladagi muhitni yaxshiligini ko'rib turib, bu aytayotgan mukofotlaringiz nima dedingiz otini? Ibratli oila. Ibratli oila degan shunaqangi bir maqomni olishga harakat qilish kerak ko'pchiligi. Mana hozir 1-maydan boshlanadi deyapsiz. Mani bitta taklifim bor edi. Afsus deb gapiraman, mana boya aytib o'tishdi. Juda ham ko'p afsuslanaman. Hozirgi seriallarimizda juda ko'pida bilmadim uni, yo orqasida pul turibdi, yo bo'lmasam ko'pchilikdan ovoz olish turibdi. Deyarli 99% serialda ota-ona bilan bolani urishishi mojarosi, kelin bilan qaynonani mojarosi, o'sha kuyov bilan qaynonani mojarosi, nosog'lom oila munosabatlari. Nosog'lom, ayniqsa shu televideniya orqali bo'layotgan narsalarni ko'pchilik xonadonlar bilmasa ham televiziyadan bilyapti.
man hayronman buni qanaqa qilib buni ko'rsatishyapti, bu dahshat. Nima uchun O'zbekistonimiz shuncha rivojlanayotgan paytda faqat manfiy narsani ko'rsatishga shuni e'tibor berilmoqda. Afsuski, agar 1-oydan boshlab turib bir oy davomida seriallarni to'xtatib qo'ying, 67 mingta oilani yarmi yarashib ketadi. Ana shu oilalardagi ta'lim tarbiya agar ulardagi nima immunitet deydimi, sog'lom turmushga bo'lgan immuniteti agar past bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani shu seriallardan o'rganishyapti. Seriallarni ko'rsangiz ba'zida hayron qolasizda, sog'lom oiladagilar ham o'ylayapti mana qanday qilib jinoyat qilish kerak yoki bo'lmasa ikkita yigit bitta qizni orqasidan yurib ikkala oilaga ham bir qandaydir oqibati juda ham yomon bo'lgan voqealarga olib kelinyapti. Shuning uchun mana siz savolingizga men shunday javob bermoqchiman, ibratli oila qanday bo'lishi kerak? Mana bizda Muattarxon opamiz ibratli oila ko'krak nishonini sovrindori. Birinchi navbatda ana shu o'zi yashayotgan hududda obro' e'tiborga ega bo'lgan, o'zini orqasidan o'zini so'zi bilan ergashtira oladigan insonlar, o'zining ma'naviyati bilan, davlat va jamiyatga keltirayotgan manfaati bilan olayotgan ta'limi va uni kelajakdagi avlodlarga berayotgan ta'lim tarbiyasi bilan yoki bo'lmasa mahallada o'zini so'ziga ega bo'lgan insonlar ana shunday oiladagi fuqarolarga berilyapti bu narsa. Asosan shu insonni mavqei uni farzandlari bilan o'lchanadi. Ular farzandlariga qay darajada tarbiyalagan, jamiyatga qanday yetishtirib bergan, mana shu bilan o'lchanadi. Demak, shu oilalarimizdagi har bitta yoshlarimizni xatolari yoki yutuqlariga ota-onalar sababchi bo'lamiz. Haligi suv boshidan loyqa deydi yoki bola boshidan deyiladi-yu, aslida bizni qonimizdan, ajdodlarimizdan o'tib kelayotgan zotimizga ham bog'liq. Keyin qolaversa shu jamiyatdan olgan tarbiyasiga ham bog'liq deb o'ylayman. Mahallalar, ta'lim muassasalari demak o'sha jamiyatimizda ham ma'naviy ham o'sha aqliy yetuk komil shaxs tarbiyalashda bevosita mana shu ikkita institutni muvozanatda bir-biri bilan hamkorlikda ishlash juda ham muhim. Xo'p, bugun ta'lim muassasalari deylik, maktablarimiz qanchalik o'sha jamiyatdagi mahallalar bilan, yoshi katta insonlar bilan shu bolalarni oldingi avlod vakillari bilan uchrashuvlari, tarbiya olishlariga faqatgina o'sha raqamlarda, fan olimpiadalaridagi yutuqlar bilan maqtanib yoki cheklanib qolmasdan ma'naviy yetuk bo'lishda qanday ishlar amalga oshiriladi? 2022-yil yurtboshimizni 106-sonli farmoyishi asosida bizning maktab tashkil etilgan va o'z-o'zidan hozir yuqorida aytilgan ziyoli, ko'proq ziyoli qatlam oilalarining farzandlari asosan bizda imtihon topshirishadi va iqtidorli o'quvchilar saralanib eng yuqori ball to'plagan o'quvchilargina o'sha 4-sinfni tamomlab 5-sinfga qabul qilinadi va tabiiy yo'nalishlarga 6-sinfni tamomlab 7-sinfga qabul qilishadi. Mana shu ta'lim muassasasiga birinchi qabul qilinganda biz boya hozir 2 avlod deb bizni tanishtirdingiz. Shu joyida bir hayolimga yoshlik davrim keldida. Shu paytgacha ham lekin biz ish faoliyatimizda shuni tatbiq etganmiz. Ustozlarimizga ming rahmat deymiz. Yoshlikda mana hozir ekspertlarimiz ham juda o'rinli gaplarni gapirishdi. Bolani kichkinaligidan uni muloqotchanligini so'ndirib qo'ymagan, uni fikr bildirib turganda to'xtatmagan degan iboralar ishlatildi. Bizni maktabda xuddi shunaqa tizimda ish olib boriladi. Ya'ni bolaga umuman biz baland ovozda murojaat qilinmaydi biz ta'lim muassasamizda. Ya'ni haqiqatda prezidentimiz xohlagan va o'zlari tashabbus bilan chiqqan bir namunaviy ta'lim muassasasi sifatida biz o'zimizni baholaymiz. Nimagaki o'quvchilarimiz ta'lim muassasasiga ostonasidan qadam bosganingizdan siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar farrosh bo'lasizmi, bog'bon, qorovul bo'lasizmi, bolalarimiz ostona hatlab kirgandan qo'li ko'ksida assalomu alaykum deb hamma bilan birinchi navbatda erta tongdan salomlashib kutib oladi va biz ham pedagoglar ham bolalarimizni erta tongdan mana psixologimiz bilan birgalikda bolalarni eshikdan kirishini kutib olamiz. Ya'ni psixolog yuz tuzilishiga qarab turadi, bola qanaqa holatda maktabga bugun keldi, Kayfiyati qanday? Kayfiyati qanday va qo'llarida bloknot yoki sanoqli bolani agar kuzatilgan bo'lsa
eslab qolgan holatni uni ma'lum bir vaqtlarda katta tanaffuslarda yoki darsdan so'ng u bolani kerak bo'lsa sinf rahbari ham bilmagan holatda bolani o'sha psixolog xonasiga olib kirib uni bugungi kun holati yoki o'tgan kundagi holatini o'zini o'sha metodlari asosida bolani ya'ni tahlil qilib oladida. Bola agar bolada oilada aybdor bo'lsa, biz afsuski ko'p holatlarda mana iqtidorli o'quvchilarimiz bizni ta'lim muassasalarimizda, ya'ni ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi maktablarda, ya'ni 3 bahoga o'zlashtirsa, 2 marta ogohlantirishdan keyin o'quvchilarni boshqa maktabga ya'ni qaytarib yuborish holati bor. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ham ishlab chiqilgan, ya'ni o'zlashtirish ko'rsatkichi 70% dan pasayib ketmasligi kerak. Lekin ko'p holatlarda ota-onalarda shunaqa tushuncha hosil bo'lib qolish ehtimoli ko'payganki, ya'ni bolamni aqlli qilib berdim, sizni maktabingiz yoki sizlarni maktabinglar bolani pasaytirish bilan ovora degan tushuncha bo'lib qoladi. Ya'ni haddan tashqari imtihonlar sabab bo'ladimi bunga? Bolani sindirib qo'yilmaydimi? Aynan mana imtihon orqali qabul qilinadi, to'g'rimi? Demak, u qaysidir ma'noda aqliy jihatdan sizni maktabingizga loyiq shuncha bolada o'tib imtihondan kirdi. Lekin uni keyinchalik past o'zlashtirishiga nima sabab bo'lishi? Past o'zlashtirishiga eng asosiy 99% sabab oilaviy muhit. Ota ona bilan janjallashadi yoki ona ota bilan janjallashadi. Ko'p holatlarda bu bolalar bizga saralanib kelgan bolalar shunaqa nima deydi, dunyoqarashi shunaqa alfa avlod deymizmi, Z avlod ortda qoldirib alfa avlodni ya'ni boshlanishi, ular ancha bizdan kerak bo'lsa teran fikrlash bo'yicha ancha 10 yillab 15 yillab oldinlab ketgan ular. Ya'ni sizni so'zlashingizdan oldin xatti harakatingizdan nima demoqchiligingizni va so'zingiz yakuni nima bilan yakunlanishigacha xulosangizni o'sha sizni 10 daqiqa kuzatishsa sizga tahlil qilib berishadi. Shu darajada kuchli bolalar bor. Va afsuski shu bolalarimizni biz yo'qotib qo'yishga majbur bo'lamiz. Nimaga? O'sha ota-onalarimizni uydagi muhitini pasayib ketishi, bolaga nisbatan o'ta darajada mas'uliyatni yuklab qo'yish. Ya'ni hozir mana videoda ham ko'rdik. Qizimiz 2-3 marta oliy ta'limga imtihon topshirgan ekan. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, kontraktga kirsang o'qimaysan. Kontraktga kirsang. Hozir motivatsiyami, bosimmi o'zi? Yo'q, u bosim. Hozir mana yurtboshimizni yana bir tashabbus, ta'limga qaratilgan eng katta tashabbuslardan biri, ayniqsa xotin-qizlarimizga foizsiz davlat tomonidan foizsiz kreditlar ajratilinadi. Misol uchun shaxsan men o'zimning ayolim ham foizsiz kreditdan biz foydalanganmiz birinchi kursligida. Birinchi bosqich talabaligida biz foydalanganmiz. Juda qulay, hech qanaqa foiz, penya, hech qanaqa misol uchun oilaviy byudjetga ta'sir o'tkazmaydi va bitirganingizdan so'ng 7 yildan keyin uni to'lashni boshlar ekansiz. Ungacha iqtisodiyotda inflyatsiyani hisobiga, misol uchun hozir mana oylik maoshlarimiz bosqichma-bosqich oshish arafasida, o'ylaymizki hech qaysi bir yosh oilaga ham, o'rta hol oilaga ham, yoshi katta oilaga ham hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Va mavzumizga qaytadigan bo'lsak, iqtidorli o'quvchilarimiz bizda endi yoshligimizda shunaqa o'rgatishgan ustozlarimiz, maktab ikkinchi oilang. Mana biz ham shu kungacha shu o'rganganlarimizni bolalarimizga, o'zimizning shogirdlarimizga tatbiq qilish bilan mashg'ulmiz. Ya'ni har haftada 2 marta bolalardan psixologik, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqqa joylanadi, psixologik so'rovnomalar o'tkaziladi. Hozir endi yoshlar orasida ommalashgan joylarga qaratib biz urg'u beramiz. Ya'ni bolalar o'sha payti atot varaqqa demak so'z yozib qo'yasiz. Bugun bu hafta sizning holatingiz maktabda qanday o'tdi degan so'rovnoma deylik. Faqatgina olimpiada yutuqlari bilan emas, ijtimoiy hayotdagi faolligi bilan ham biz bemalol maqtan olsak bo'ladi. Hozirgi kunda mana o'quvchilarimizni jamiyatga moslashtirish, ayniqsa 9-10, 11 sinf o'quvchilarimizni, ya'ni o'sha o'tish paytidagi yoshlarimizni jamiyatimizga ertaga maktabni bitirgandan keyin u shunchaki sertifikatlari bilan nima qiladi? U faqat oliy ta'lim eshiklarini ocha oladi xolos. Undan keyinchi degan bizda masala turadi. Shuning uchun mana boshqa ta'lim muassasalarimizdagi hamkasblarimiz ham shu narsani aytishdi. Ya'ni
maktab o'quvchilari parlamenti joriy qilingan. U yerda saylovlar xuddi respublikamizda qanaqa jonli tarzda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa saylovlar bo'ladi. Raislar saylanadi, ya'ni oila raislari. Maktabimiz tizimida. Maktab o'quvchilari prezidenti, maktab o'quvchilari bosh vaziri, maktab o'quvchilari eko vaziri, maktab sport ishlari vaziri, shunaqa toifalarda hamma tizimimizdagi hamma maktablarda har xil yo'nalish, o'zini bolalarning iqtidori qancha yuqori bo'lsa, shu potensialga qarab urg'u berilgan. Islohotlarni to'g'ridan to'g'ri bola qabul qila oladi. To'g'ridan to'g'ri. 1000 yil oldin Yusuf Xosxojib aytib ketgan ekanlar. 1000 yil oldin yozib ketganlar, kitobda o'qidim. Ilm bor joyda ulug'lik bo'lar. Bilim bor joyda buyuklik bo'lar. Bolalarimizni kelajakda ham ilmli bo'lishiga, ham buyuklikka erishishligiga hammamiz hissa qo'shishimiz kerak. Aziz teletomoshabinlar, bugun Munosabat tok shou studiyasida mana shunday farzand va uning kelajagi, tarbiyasi, ta'lim tizimi, uni komil inson bo'lib jamiyatda o'z o'rnini topishda nimalarga ko'proq ahamiyat qaratish lozim degan savollarga javob topdik. Albatta, Munosabat tok shousini o'tkazib yubormang. Har bir sonimizda siz uchun, jamiyat uchun muhim bo'lgan masalalar ko'tariladi va javob topishga harakat qilamiz. O'zbekiston telekanalida uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.